U Ronaldinyoning o'g'li va yosh guruhidan ancha oldinda ekanligi aniq. U atigi 8 yoshda, lekin texnik jihatdan undan kattaroq bolalardan ham ustun. Jiddiy, aytingchi, undan texnik jihatdan mohirroq 8 yoshli bolani bilasizmi? Bu bola haqiqatdan ham ajoyib. Unda texnika, tezlik, energiya bor, butun to'plam. Bu kichkina durdona Antonio Silva deb ataladi. Va atigi 8 yoshda bu darajada o'ynash deyarli ishonib bo'lmas. Intervyuda u o'zining buyuk kumiri Lamin Yamal ekanini aytdi va uni o'ynayotganini ko'rsangiz, darhol sezasiz. Xuddi shu uslub, xuddi shu dribling va to'pni osonlik bilan boshqarish. Bundan tashqari u mutlaqo ikki oyoqli. Chap oyog'i bilan zarba, gol. O'ng oyog'i bilan zarba, yana bir ajoyib gol. Uning o'yinlarida doim bir xil hikoya.